Oktyabr oyiga ota-onamni umra ziyoratiga jo'nataman deyapmiz. Centrum Hotel jamoasi o'zi mana Makka mukarramada bir haftadan beri rahbarlardan borib xodimlargacha shu yerda bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga Makka mukarramadagi barcha sayohatlarimiz, ibodatlarimizni to'liq qilib yoritib berdik deb o'ylayman. Xudo xolasa mana kanalimga kirib bitta ko'ring, hamma ma'lumotlarni to'liq qilib yoritib berganmiz inshaalloh. Oktyabr oyida Farg'onadan, Namangandan, Toshkentdan, Samarqanddan va Buxorodan inshaalloh O'zbekiston bo'ylab 6 ta viloyatdan reyslarimizni qo'yib bo'ldi. Narxlari o'ta ham go'zal, chunki oktyabr oyini juda ham pastga narxlarni tushirib yubordik. Nimaga? Sizlar uchun. Yurtdoshlarim, ota-onamni oktyabr oyida jo'nataman, chunki u yerda salqin bo'ladi. Ota-onam issiqqa yuraklari xulqib ketadi deyapsizmi? Mana sizga zo'r imkoniyat. Oktyabr oyida Xudo xolasa reyslarimiz juda ham oz qolganini yetkazmoqchi bo'ldim. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib joylayni bron qilib qolinglar.